Sharq Turkistonda tutqun qilingan Uyg'urlarning yangi ko'rinishlari o'ttirg'i chiqishga boshladi. Yevropadagi bir bexatarlik manbasining Sekeo News'ga Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkistonda zanjirlangan va ko'zlari to'sib etilgan yuzlagan tutqunni ko'rsatgan videoning rost ekanligini bildirgan. Kishilik huquq tashkilotlari Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlar boshchiligida 3 milliondan ortiq kishini yig'ilish lageriga qamaganligi va ulardan 500 mingning Xitoyning Shandong o'lkasidagi turmalarga yetkazilganligi bildirildi. Uyg'ur tutqunlar Xitoy o'lkalariga yetkazilishi bilan birga Xitoy ma'murlari Sharq Turkistonda ishga o'rlashtirilmoqda. Qozog'istonda hukumat siyosati va Xitoyga qarshi o'tkazilgan namoyishlarga soqchilar to'sqinlik qildi. Qozog'istonda xalq kirimining tangpongsizligi, kishilik huquq tajovuzchiliklari va Xitoyning kengaymichi siyosatiga qarshi namoyish qildi. Namoyishda 30 yillik hukumatni istiqbo berishga chaqirdi. Poytaxt Nur-Sulton va Olmaota shaharlarida o'tkazilgan namoyishlarda soqchilar 57 kishini qo'lga oldi. Xitoyning Qozog'iston iqtisodiga bo'lgan ta'sirining eshishi, Xitoy shirkatlarining yerli xalqni ishga olmasligi, ishga ilinganlarning bo'lsa Xitoylarga qaraganda bakli tuvan maosh olishi qatorliqlar xalqning noroziligini qo'zg'adi. Ular hukumatdan istiqbo berishni talab qildi. Xitoyda Amerikalik bir ushquchi havo tapanchasining o'qi bayqalganligi sababli qo'lga olindi. Ushquchining yo'lovchi qiyofatida Hong Kongga bormoqchi bo'lganligi oshkorlandi. So'ngkisida havo tapanchasining o'qi bayqalgan ushquchi qurol va o'q-to'ri atkazchiligi bilan ayblandi. Xitoy doiralari Hong Kongdagi faoliyatlarning kaynida Amerika va Angliya boshchiligidagi Atlantik ittifoqining borligi ilgari surilmoqda. Xitoyning Hong Kong alayida ma'mur rayonida soqchilar namoyishchilarga yosh oqizish bombasi orqali daxl qildi. Tuanmon rayonida elib berilgan namoyishda bir to'p namoyishchi hukumat binosidagi Xitoy bayrog'ini elib ko'ydirdi. Boshqa bir guruhi bo'lsa, poyezd stansiyasiga o't qo'yilgan shisha otdi. Namoyish jarayonida nurg'un kishi qo'lga olindi. Iranning Oman dengizi va Hind okeanining shimolida Rossiya Xitoy bilan birga birlashma dengiz armiya manevri epag'anligi bildirildi. Oman dengizi va Hind okeanida elib berilgan manevrga Rossiya va Iran armiyalarining qatnashganligi bildirilgan. Iran bosh shtabi xalqaro munosabatlar bo'limi boshlig'i Muhammad Shaltoqi inqilobdan bo'yon tunji qitim Rossiya va Xitoy bilan 3 taraf dengiz manevri o'tkazamiz dedi.